barcha mahlukotlarni yutgan bor edi, ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga buni ko'zlarimizdan chiqqan ham sanamiz bo'lsa edi. Rahmat uchun jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimizni yurishib tursa edi. Ahl baytina, sahobalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolo rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taoloning kitobi orqasidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati orqasidan yergan mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taoloning salamlari bo'lsa edi. Sizlarni ham tafaratlanib ılık bulgan, Allah tarafından verilgen farzını bütün bitirgen, cuma namazlarına yığılgan Müslüman kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Her birimizni jiyatırgan, her birimizni bir kurumda uyuşturatırgan, atmasına bir tulak var, indi bir-birimizni ko'rayotgan kun, unda bo'lsa cuma kunlari, ham Allah subhanahu wa ta'ala ushbu kunni ılıqlab bu günni büyüklep, Cuma isimdagi surani da indirgan. Hem Allah subhanahu wa ta'ala 9. hem 10. ayatda Cuma surasini bulay deb aytgan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amanu idza nudiya lis-salati min yawmil cum'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bay'. Zalika hayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ey Allah'ı Teala'nın varlığına hem birliğine iman getirgen bendeler, yani Müslümanlar. Cuma günü namazga çağırılgan azan tavuşun işitü bilen bütün işini satı alı dünya meşakkatleri kaldırıp Allah'ını zikir getirge aşığınız. Bu eğer de ki bilseniz iken sizin için hayırlırek. Hem de ayatın devamında ikinci ayatta Allah Teala فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Namazlarınızı okup bitirgeç, daralıp Allah'ı fazıllarından, Allah fazılığından rızık izlevimizin devam ettiniz. Şulay bana maratlarınızla erişirsiniz dibeyte Allah subhanahu wa ta'ala. Bu Cuma günü turunda, 50 Cuma saatleri turunda Allah subhanahu wa ta'ala kurtunda eğitken, hem de bu Cuma gününün faziletlerini bizge bildiren. Hem de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın da Müzlerinin hadis şeriflerinde Cuma'ya ehemmiyet birge kuşkan, hem de 5 Eylül bilen bir hadiste İbn-i Macah cihetinde bir hadis rivayet edilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eyken Cuma gününün Allah Teala karşısında büyüklü Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eyken bu günde Adam aleyhissalatu vesselam yaratıldı. Şunu günde jirge düşürüldü. Hem şulaya kulu Cuma gününde vafat da buldu beydiler. Şulaya günde bu günde varlık dağalarını kabul ettiği sebeti var. Belki Peygamberimiz şulaya devamında işincisi kıyamet gününe de Cuma gününde başlanacak beydiler. Şulaya günde havada da şehirde yeki sultan 7 güne can iyesi bulmazsa her birisi Cuma günün ılıklarından indir titrep kaltırardı beydiler. Yani indi Cuma günlerinde bütün cennetler kıyamet gününe giderler, hem indi Cuma gününde uykuğundan kaldırak duralar. Lakin indi kısmanışka bizden Müslüman kardeşlerimiz andığı halge bir sirek niye olan, niye dibeyser şimdi dünya giteriz, niye dibeyser şimdi gaylerimizin tarihimiz, hem indi Cuma günlerine ezilden, kilişler bir kalsın. Eğer de birbirimizge ailenin parasak, kim iken bugün mahsus Cuma günün için İndiler bu Cuma günü aldığından Peygamberimizin sünnetine dayanıp, Peygamberimizin hadislerine dayanıp gısıl alıp geldi. Her Cuma sayın biz bu dibeytekinde işke gısıl alıpla iktibar veririz mükemmel geldi. Bir Cuma Allah'ımız gısıl 2 Cuma almıyoruz. Kimimiz indi diyemizden bu Cuma gününe gider için matur, maksus, kiyip geldi. Şuraya aramızda bakarıyla maksus, matur, kiyimde kim geldi? Kimimizden indi ak kulmakları, kimimizden aktiviteleri bilsirek. Şöyle bir. Hem de kimimiz bu günge, bu Cuma'ya gelir aldığından ide jiyevle kildi, jiyevle indi aldığından kildi. Şöyle bu Peygamberimizin sünneti. Elbette 30 yıl devrinde bizim elhamdülillah hurluk hamidimiz bizni bir kunda kimsetmeyi biz indi elhamdülillah dinimizin tıka Allah'ımız hem cumbalarımızda, cumba namazlarına, meşte
Hem şu sebeptendir Cuma namazı bizning için bayram bulunan o'tadi. U g'aniyatning kubik. Bizning bilan endi biz uni his etamiz. Alhamdulillah, agarki biz endi o'zimizning ishlarimizni yeyib, ishimizdan vaqtni sirab yoki endi vaqt topib Cuma namozini qila olsak, alhamdulillah. Lekin unutmaslik kerak, Cuma kuni u boshlana bir kun oldin akşam namozi bilan hem endi bizning Cuma namozi kerak. Hem endi Cuma kunining akşamından so'ng endi yanada shinba kuni kerak. Bu Cuma gününe biz ko'proq e'tiborliroq bo'larga tiyishmiz, chunki Uraza bayitinden hem Kurban bayitinden de Cuma günü ulug'roq. Uraza bayitinden borganda bitinimiz bilamiz, yaman kiyim kiyerga tirishamiz, yaman kiyimda xush bo'y islar kiydirib, o'zimizning bayralarimizni qoldirib, men bayram namozina, bayit namozina yinlardimadim, mening uchun duo qilib qoling'iz deb bayralarimiz bilan savdolashib ketamiz. Cuma günü bizning için kızg'anish u g'aniy kubik o'tadi. Hamida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam buni kiysadi. U aytgan, bu endi Juma'ning ahamiyati bizga anlatib qoldirgan, hamida bu ish aybi turida bizga Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shulay aytgan. Hamida Juma kuni Alloh taolo tomonidan mu'minlarning bayrami bo'laraq qabul etilgan ham u kunlarning barchasi. Şu sebepli Cuma namazı o'qib için her bir mahallede, şehir hem avulda bo'lgan kişiler meşitke yığılıp imamının xutbasini vaazini tinglaylar. Müslümanlar o'z aralarında bir-birisi bilan tanışıp hallerini so'rashadilar. Cuma kuni bu yig'ilish deb tarjima etiladi endi tatar tilida. Hamida bu yig'ilishga biz keldik ekan, biz bir-birimizga oshiq yuz bilan yilmayib qarorga assalomu alaykum va rahmatulloh deb dashirga biz hem o'zimizni shulay biz hem o'zimizning kiyimimiz pok bo'lgan kiyish, bizning alhamdulillah endi maxsus garderoblar bor, anda endi qishki kiyimlarni bunda kirib qo'yiladi. Bizning masjidda ham shu garderoblarga o'tirib, nelarimizni, is kiyimlarimizni solib, oyoq kiyimlarimizni belgili o'rinlarga qo'yib, bir-birimizga qamash olmaycha, shulay endi mashinalar turida da ko'p topiraymiz, parkovkani agarda kiyimni bo'shroq qoldirsak, bir ko'p ilarimiz yanimizda bor, shulay endi bir ko'p hozirda savdo o'zagida tizildi, shu savdo o'zagining parkovkalarida ilarimizni mashinalarini yirara qoldirib, jiyamni bir necha yuz odim o'zib, savoqlarla yaqin bo'lib, bir-birimizga qardoshlik, bir-birimizga musulmonlik hislarimizni bir-birimizga bildirsak, bu endi o'zimiz uchun bayram hislari tug'iladi. Ham endi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şulay endi kisatib aytgan hadislari da bor. Peygamberimiz aytgan, agar bir kishi qizinsiz ish Jumani qoldirsa, Alloh taolo uning ko'nglini muhrlab qo'yar, yuragi yopar deb aytgan Peygamberimiz. Şulay endi ikkinchi bir hadisda taqda qoldirib aytgan, kim bir mingi sababsiz ish Juma namozini qoldirsa, shu bizning ummatimdan tugul deb aytgan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya'ni endi Juma namozi u Cuma günü hem Cuma namazı bu bir ahamiyetli hem faydalı iş. Kim için faydalı? Bizning ko'ngillerimizga, bizning yuraklerimizga. Çünkü biz ne bu Cuma namazlarına kelib, Hazret narsasilarni anlamadim, narsasilarni hatırlamadim. Yerga tugul biz bu Cuma'da yıklarga kelmaymiz. Biz Cuma'da o'zimizga faydalı bilim alıp, o'zimizning ruhiy tarbiya alır için biz bunda yig'ilirga kelishmiz. Bu işin endi tip maqsad. Kim Cuma'nın ertangi saatlarda tahorat olib masjidga yig'ilib kelsa, anlar biz bir so'zlashmisha va rasululloh namoz o'qisa, ana masjidga atlab kelgan har odam uchun bir yillik umraza ajri berilir deb aytgan. Ham atlab kelgan kishining oyoqlari qiyomat kunida u oyoqlarini Alloh taolo jahannam o'tlarida yondirmas degan Tirmiziy shahidida shulay bir hadis keladi. Şöyle bir de ikinci hadiste Buhari'nin internette bu ayet bekleyen Peygamberimiz kim Cuma gününe gısıllanıp, yakşı giyimlerini giyip, her giyisini maylar sırtlıp, etişmişe meşid Cuma ve gazıntılarına kilse, İmam İlbar'ın menip namazından ayrılgan şehaatli, indeşmişe hütbesini tınlasa, namazını okusa, anın iki Cuma arasında günahları vafu itilerini bekliyor. İki Cuma arasında günahlar kılına, iki Cuma arasında bir surda gaybet satamız, belki malın yanlışlık bilen, yakında aşırış bilen Allah'ımızda Allah subhanahu wa ta'ala bu iki Cuma arasında kılınan günahlarımızı
gafu itken, gafu iter deb endi bizga shunday va'dasini bergan. Shular endi juma kunida, juma soatlarida, jumaning endi 24 soatida Alloh subhanahu va taolo 1 soat yashirgan. Hamid Rasululloh payg'ambarimiz shunday deb aytgan, juma kunida ishida 1 soat bordirki, bu soatda namoz o'qib duo qilgan har bir qilingan duolarni Alloh taolo tomonidan hech cheksiz qabul etib, sirahat aybirin birer deb aytdi. Sirahat aybirin birer. Neydi? Endi yig'ma shulay. Qaybi kishilar endidir maqsud bo'lgan vaqtlarni ketadilar. Kimdir 31-dekabr deb nidasi qiladilar. Shu kunlarda qilgan duolarim endi qabul bo'ladi deb aytadilar. Deb aytadilar. Bizning musulmonlarda alhamdulillah har kun har juma qaratma sayin shunday mezgil bor. Agarda shu mezgilda biz duo qilsak, Alloh taolo bir indipendasiz bizga bu so'rovimizga javobin berir, hamda so'ragan hatto aybirda keltirib berir. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi: "Ud'uni astajib lakum." Mendan so'rabsiz, men sizga berirman, men sizga meni endi so'ragan aybingizni berirman, so'ragan da'vatingizga javob berirman deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Bu duoni unutmaycha biz endi bu juma kunlarida bu sabatda izlarga tegishmiz. Hamda aytildi g'aliblarimiz oramizda fikrlar bor, qaysi o'qitmagan 20 dan ortiq fikr bor dedilar, lekin endi 2 deb aytganda eng qiyin bo'lgan fikr, eng deb aytganda zo'r bo'lgan, sahih bo'lgan fikr ular bo'lsa endi imom 2 xutba orasida o'tirib turadi, nabiy o'tirib turgan mezgildan olib farz namoz bitguncha qadar bu sabab deb aytib qo'yganlarimiz. Ikkinchi g'aliblarimiz aytadi, asr namozining vaqti kelgandan ikindi namozning vaqti kelgandan olib akşam namazına kadar deb aytadilar bu sabab. Bu iki fikir eng yaqin farqli qadib aytadilar g'aliblarimiz. Ya'ni endi birinchisi imom minbarga o'tirib, ikkinchi xutba boshlangandan olib juma bitguncha qadar, ikkinchi fikr ular bo'lsa endi ikindi namozidan olib akşam namozına qadar biz narsalar bo'lib duoda o'zimizning tuqqanlarimiz uchun, o'zimizning aytganlarimiz uchun, o'zimizning g'aylarimiz uchun endi barliq musulmonlar uchun duo qilib tegishli hamda shu duolarga Alloh subhanahu va taolo javobini berishi. Hozirgi zamonda kishilar Alloh taolaning yo'lidan tay bo'lib, mol to'plov bilan majbur, lekin endi buni zo'r bala ekanini odam bolasi albatta anglamay yoki anglarga bilamay. Mangulik rizq azlarga kerak. Ilgirgi zamonlarda bizning bobolarimiz ash yalang'och bo'lsalar da ibodatlarini tashlamaganda, qoldirmaganda, molga yerga qiziqib dinlarini tashlamaganda. Hamda shu hatto sovet chorlarida da bilamiz, endi bizning bobolarimiz juma namozlarini yashirin o'rinlarda qo'shib o'qiganda, ular shulay o'qib endi bilmaganda hamda sinmisha dinni bizga bugungi o'g'illarga yetkazganlar. Shunga ko'ra endi bu juma ahamiyatini o'zimiz anglasak, o'zimiz kelsak, hamda kelajak o'g'illarga da, bolalarımızga da, o'g'illarımızga da anlatsak, inshaalloh shu vaqtda biz endi payg'ambarimizning sunnatini o'tagan bo'lamiz. Hamda shu vaqtda biz payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning ham Alloh taolaning amrini o'tagan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi, bütün mashaqqatlarni, bütün savdalaringizni qoldirib, Alloh subhanahu va taolaning yonina, Alloh taolaning masjidlarida, juma kunlarida kelinglar deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Hamda bizga shu amrlarni o'tab, kelajak jumada inshaalloh har biringizni ko'rga biz shunday o'xshatmiz. Ishdan oshirib, probkalarda turib, debaytingni biroz qo'yib, ulgurmanmikan, kelib tushib kelirga kelishdik biz jumaga. Oldin bir necha soat oldin jiyinib, endi mashinalarimizga o'tirib, o'rnlarimizga motor etib yetib, ya oldin saflarda kelib bunda o'tirib, qardoshlarimizni assalomu alaykum degan so'zlarni taratib, bizga endi jumalarimizda qatnashishga Alloh taolo nasib etsin. Hamda ushbu aytgan so'zlaringizni shunday unutmaycha, g'aylaringizga qaytbash, o'zingizning tumanlaringizga, qardoshlaringizga shular yetkazinglar.